Yaqinlaringizga quvonch va shodlik ulashuvchi go'zal va betakror ovoz sohibasi Sevara Ziyo bilan tabriklar vaqti. Nigoraxon opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlaringiz, sog'liqlaringiz yaxshimi? Ha, Xudoga shukr. Radio boshlovchisi Sevara Ziyo bo'laman. Bugungi ayyomlaringiz bilan sizni tabriklayman. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Yaqinlarning baxtiga sog' salomat bo'ling. Xo'sh, aytingchi Nigoraxon opa, men orqali sizni kimlar tabriklayapti? Bilmasam endi. Ukram Shuhrat bilan kelinim Barnom ekan. Sizni eng yaqin insonlaringiz qatoridan joy egallagan bu inson sizni chin dildan yaxshi ko'radilar. Nafaqat opa sifatida, qolaversa hamkasb sifatida sizni yaxshi ko'radilar. Toshkent shahar Yakkasaroy tumani 103-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining xo'jalik xuddi o'zlari ishlari mudirasi. Yashang, xuddi o'zlari Sohiba To'rabekovna sizni shogirdingiz tabriklayaptilar va shunday chiroyli gaplarni yozganki, ular bilan Toshkentda bir kvartirada yashaymiz. Ko'p maslahatlar beradilar, yaxshi insonlar. Nafaqat bizga, balki bog'chamizdagi hamma xodimlarga maslahatgo'y opadirlar. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin, tanajonlari sog' bo'lsin. Baxtimizga doim omon bo'lsinlar. Nimani niyat qilgan bo'lsalar, albatta o'sha orzu niyatlariga erishib yursinlar deya chiroyli tilaklarni yo'llab qo'yaptilar. Rahmat. Sog' bo'lsin. Baxtli bo'lsin, bola chaqasi bilan yaxshi hayot kechirsin Sohiba singlim. Sizlarga ham rahmat. Salomat bo'ling. Hali hammasini o'qib bermadim. Agar ruxsat etsangiz, sizga chin qalblardan tashakkurnoma, minnatdorchilik xatini yozib yuborganlar tabrik sifatida. Xo'p desangiz, mana shu chiroyli tilaklarni o'qib bersam nima deysiz? Ha, mayli. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli opajonim. Bugun sizni chin yurakdan tabriklab, Allohdan eng go'zal duo va barakalarni tilab qolaman. Sizday samimiy, mehribon va fidoyi inson bilan bir jamoada ishlash men uchun katta sharaf. Ishdagi sabr-toqatingiz, halolligingiz va insoniy fazilatlaringiz barchamizga o'rnak bo'lib xizmat qilmoqda. Alloh taolo qilayotgan har bir mehnatingizni savobli amallardan qilsin. Umringiz baraka, sog'lik va tinchlik ila bezalsin. Oilangiz doim totuv, hayotingiz esa nurlarga to'la bo'lsin. Bilasizmi opajon, sizni ko'rib bu dunyoda yaxshi insonlarning safi borligiga va haliyam yaxshi insonlar borligiga ishonaman. Siz bilan aslida bu olam go'zal. Hayotimda sizday mehribon, sabrli insonlarni kamdan kam uchratsam-da, sizni ko'rib juda ko'p shukr qilaman. Doim qiyin kunlarimda ham yonimda turib, opamday maslahatgo'y bo'lib, gohida yig'lasam ovunchog'im bo'lib, yupatgan, hali hammasi yaxshi bo'ladi Sohibajon. Hali omadli bo'lasan deya chin dildan niyat bildiradigan opalarim qatorida opamsiz. Bilmadim, Alloh taolo qaysidir bir yaxshi uchun sizdagi bir yaxshi ayolga ro'paro qildi. Sizni opam sifatida yaxshi ko'raman. Boringizga shukr. Shunchaki bilishingizni xohlardim. Hech qanaqa bir manfaatlarsiz men sizni juda qattiq hurmat qilaman opajon va yaxshi ko'raman. To'g'risi, sizga fanat qilaman desam, mubolag'a bo'lmaydi. Ovozlaringiz, yoqimli kulishlaringiz, doim erkalab, aylanay deb gapirishlaringizchi odamni joniga jon qo'shadi. Ilohim opajon, farzandlaringizni boshiga bosh bo'ling. Nabiralar huzurini, halovatini ko'rib yuring. Sizday mehribon, samimiy, kamtar ayol meni opam ekanligidan bot faxrga to'lib, xursand bo'lib ayta olamanki, boringizga shukr. Har doim baxt, iqbol sizni tark etmasin.
boringizga ming qatla shukr. Yana bir bora chiroyli ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Sizni juda qattiq hurmat qilib yaxshi ko'rib qoluvchi shogirdingiz debdilar. Sohibadan hurmat va ehtirom ila hamkasbingiz nomidan deya samimiy niyatlari shu yerda yakunlangan. Bu menimcha bir baxt bo'lsa kerak, Nigoraxon opa. Hech qanaqa bir rishtalarsiz sizni bir inson yaxshi ko'rishi, to'g'rimi? To'g'ri. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'linglar sizlar ham. Sohiba singlim ham sog' bo'lsin. Rahmat kattakon. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizlarga ham kasbkorlaringga baraka bersin. Rahmat. Oz bo'lsa-da ko'nglingiz ko'tarildimi? Xursand bo'ldingizmi? Voy, judayam xursand bo'ldim. Judayam yaxshi. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Sohibaxon hozir tinglab turibdi. Ikki og'iz tilaklaringiz bo'lsa marhamat ularga ham. Sohiba singlimga men har kuni aytaman tilaklarimda. Umri uzoq bo'lsin, farzandlari sog' bo'lsin. Xo'jayini bilan qo'sha qarib uzoq umr kechirsin. Faqat yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Mehr oqibatimiz buzilmasin. Ilohim. Aytganingiz kelsin. Nima yaxshi tilaklar bo'lsa, shu Sohiba singlimga tilayman. Yashang. Umringiz uzoq bo'lsin, ilohim. Baxt, e'tibor sizni hech qachon. Yo'qman lekin. Sezilib turibdi, Nigoraxon opa. Lekin qayerda bo'lsangiz ham, hammani qalbida mana shunday joy egallab yuravering. Yana bir bora go'zal ayyomlaringiz, muborak bo'lsin. O'zingizni yaqinlar uchun ehtiyot qiling. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p bo'ladi. Omon bo'ling. Kuningiz osuda o'tsin. Sog' bo'ling. Rahmat, xo'p. Salomat bo'ling. Mana azizlar, bugun yana bir ko'ngilni shod etdik. Mehr bilan to'lgan tabrik so'zlarimizni qalblarga iliqlik baxsh etdik. Yurtimizda har bir kun shunday quvonch va muhabbatga boy bo'lsin. Sizni esa biz shod qilishdan hech qachon charchamaylik. Yaqinlaringizni biz bilan tabriklang. Sevara Ziyo bo'ldi va ushbu tarona Nigoraxon opa siz uchun yangramoqda. Yaqinlar bugun tavallud kuningiz muborak.